ayting, men qanday qilay? Erim bilan ajrashaymi yoki yashaymi? Buni men sizga nima uchun aytishim kerak ekan? Nega men sizni bolalaringizni kechirasiz, gunohini bo'ynimga olishim kerak ekan sizga ajrashing deb yoki yashang deb? Men qayerdan bilaman? Bu sizni hayotingiz. Men sizga nimani bera olaman bilasizmi? Men sizga shunaqa darslarni bera olamanki, siz uni hayotingizda formula sifatida tatbiq qilib qo'yganingizda o'zingiz shu vaziyatda qanday qilib chiqib ketishni bilasiz. Va bir gapni aytaman, ajrashish doim oson qizlar. Hayotni lekin mana shu mukammal qilib, baquvvat qilib 21 yillik baxtli oilada yashash uchun esa sabr kerak va mehnat kerak, o'sish kerak. Kechirasiz, siz shunaqa zo'r mo'jizasiz, siz shunaqa bechorashichka yaxshisiz-da, faqatgina eringiz yomon bo'lmaydi. Yo'q, ras siz shunaqa inson bilan turmush qurdingizmi yoki shunaqa inson bilan yashayapsizmi? Demak, u yerda nimadir bor. Siz ham juda mukammal emasligingiz haqida dalolat. Siz o'sganingiz sari, rivojlanganingiz sari, ochilganingiz sari u odam ham sizga moslashib ochiladi. Chunki biz oynamiz va ichimiz mana qanday bo'lsa, shunday odamlarni o'zimizga tortamiz. Yaxshi bo'lsak, yaxshilarni, yomon bo'lsak